Reklama qilingan aynan ushbu video roliklarga ishonib 140 nafar fuqaro chuv tushdi. Sud ishi hujjatlarida keltirilishicha 2023-yilning yanvar oyidan bir ayol va ikki erkak tomonidan bir nechta MCJlar faoliyati yo'lga qo'yilib, ular tomonidan Toshkent shahrining Chilonzor tumanida fuqarolarni Yevropa davlatlariga ishga jo'natish va vizalarni rasmiylashtirib berishni va'da berib, yolg'on shartnomalarni rasmiylashtirib kelgan va ushbu shartnomalar uchun to'langan pullarni o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuborgan. Oylik sharoitlari juda ham yaxshi, u yoqda yuqori daromad qilishingiz mumkin. Ya'ni 1000 yevrodan 5000 yevrogacha, hattoki undan ham yuqori daromad qilishingiz mumkin. Dam olish kunlari ishlayman desangiz, u yoqda 2 barobar oylik hisoblanadi. Instagram orqali ko'rganmiz, keyin reklama orqali kelganmiz. Biz Latviya, Polsha shu davlatlarda, biz u davlatlarga bormaymiz deb turdik. 1 yildan beri pulimiz bermadi. Qancha pul to'lagansiz? $1000dan 5 kishi $5000 pul to'laganmiz. Sizga o'xshagan jabrlanuvchilar qancha? 140 ta ekan. Siz Germaniyaga borib nima qilmoqchi edingiz? U yoqda ish bilan ta'minlanish haqida va'da berilgan. Ish bilan ta'minlaymiz, ish joyiga oyliklarni hammasini belgilab berishgan. Yangilik yo'q. Hamma bu yerda bir-biriga to'ngash bilan ovora. 2 yil, 3 yildan beri pulni olmaganlar ham bor. 10 ta, 20 taga yaqin ayollar ham bor. Yana qaysi davlatlarga yuborishni va'da qilishgan? Germaniya, Polsha, Slovakiya, Xorvatiya shu davlatlarga. Hali artist chiqib rosa reklama chiqdi, bloger chiqib, shu rosa ishontirib, ana qilsa 3 oyda deganda 3 oyda ketaman ekan deb turib shuna qilib berdi-da pullar. Nevaram ham o'g'lim bergan, $3,500 berganmiz. Biz uyimda qo'ymoyim qolmay, tillalarim qolmay hammasini berganman. Reklamadan eshitib o'g'lim olib kelib pullar topshirgan. Qaysi viloyat? Men Andijondan. Jarayonda ishga ta'minlab, ishga joylashishimizni, bular tomonidan bir kishi bo'lib, biz ishga joylashguncha birga bo'lishini va'da berishgan, hattoki dokumentlar to'g'rilanmasa, pullarimizni 1 so'mga ham zarar yetmasdan qaytarib berishga ular va'da berishgan. Aldanganingizni qachon bildingiz? Aldanganimizni bir 7 oy, 6 oy deganda bilganmiz. O'shandan beri harakat qilamiz, hech kim biz pul berishimizda darak yo'q. Qamalmasdan burun asha kelib nimasi bir haftadan keyin 5 million tushiramiz. Mebelingizni olasiz degan. 5 tiyin ham tushirgan yo'q. Mazkur holat bo'yicha ish jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudida ko'rib chiqildi. Yevropaga, Yaponiyaga turistik vizalar bo'yicha xizmat ko'rsatganmiz. Hammasi misol uchun ishchilarning maoshiga ketgan yoki boshqa bo'lgan. Men baribir afsusdaman. Men bu yoqda bola chaqamdan uzoqda bo'lib, kimdan oldi berdim bo'largan bo'lsa, har bittasiga pulni qaytaraman. Men qilgan ishlarimdan juda qattiq pushaymonligimni va menga imkon bo'lsa qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazoni tayinlashingizni iltimos qilib so'rab qolgan bo'lardim. Xato qildim, yoshlik qildim va ishondim. Ishonchimni suiiste'mol qilishdi. Bu narsani agar oldindan bilganimda bu xatolarni qilmagan bo'lardim. Ayblanuvchilar va jabrlanuvchilarni tinglab, og'irlashtiruvchi va yengillashtiruvchi holatlarni inobatga olib, sud hukm qildi. Unga ko'ra, birinchi va ikkinchi sudlanuvchilarga O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda 3-qismi B bandi bilan aybli deb topilsin va unga Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Hamda sud jarayonida shu kunga qadar ozodlikda bo'lgan sudlanuvchi ayol sud zalidan qamoqqa olindi. Sudlanuvchi ayolga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga ko'ra 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Yaltirab ko'ringan har bir narsa oltin bo'lavermaydi. Siz reklamalarda ko'rayotgan har bir ma'lumotlarni tekshirib, aniqlik kiritmas ekansiz, firibgarlar tuzog'iga tushib qolishingiz ehtimoli ko'payaveradi. Shunday ekan, hushyorlikni hech vaqt unutmang.